Qonxo'r qotillarni qidirib Midsteinga tushdim. Yonimda hech kim yo'qligi sababli bemalol loot qilib yurgan paytim e'tiborim sherigim o'ldirgan o'yinchini nikiga tushdi. Shu payt qayerdandir uchta brat qonni hidini sezib kelib qoldi. Srazu bitta 3ga1 klassikani qildimda, magazindan loot qilib chiqayotgan paytim e'tiborim markaziga yana bir qotil tushdi va men bu qotillarni qisqa vaqt ichida qidirib topdim. Base taraftan Apeshlarni yangi o'yin uchun yoqimli parvoz tilab qolaman.